Endi O'zbekistonda hamma mashina oladi. Sababi Ishonch Avto Shuhratda boshlang'ich to'lovlar ham arzon, oylik to'lovlar ham arzon, hamma xarajatini ichida qilib beramiz. Videoni boshlashdan oldin videoga like bosinglar, shu kunlarda mashina olaman deb yurgan tanishlarga yuborib qo'yinglar. Demak, bizda eng fishka tomonimiz trading xizmati mavjud bo'lib, o'zingiz minib yurgan eski Jigulimi, Volgami, Matizmi, Nexia 1mi, Nexia 2 mashinangiz bo'lsa olib kelsangiz, sizga yengil xohlasangiz Damas, xohlasangiz Nexia 3, xohlasangiz Gentra, xohlasangiz Kia, xohlasangiz Malibu, xohlasangiz Tracker qilib beramiz. Bizda o'sha boya aytganimdek boshlang'ich to'lovlar arzon, oylik to'lovlari ham Libujida arzon. Surishtirib ko'rasizlar. Manzilimiz Toshkent shahar Index bozor joylashgan F3-blok. Pastda nomer qoldiraman. 33lik 216 41 41 95lik 702 19 49 admin raqamlar deb bo'ladi. Demak, birinchi bo'lib turib bu Damasdan boshlayman. Oylik to'lovi 2 million 300 ming, 2 million 250 ming chiqadi. To'g'rimi? 4 yilga chiqadi bularimiz. 2 million 300, 2 million 400 dan. Shunaqa chiqadi. Boshlang'ichiga 1100 dollar olib kelinglar, shunga o'zim qilib beraman. Hamma xarajati ichida. 700 dollar bo'lyapti. Ana, like bosib, podpiska bosib kelganlarga 700 dollar. Bu damatlarimizda 200 dollardan qilib beraman. Hamma xarajati ichida. Yonimizda jim yurtinglar bo'ldi. 200 dollar. Xo'p, bu damatdan 200 dollar. Hamma xarajati ichida. Oylik to'lovlari 2 million 850 mingdan 5 yilga chiqadi. 700 dollar to'lasanglar, misol uchun oylik to'lovlari 2 million 250, 2 million 300 mingdan 4 yilga chiqadi. Demak, bu tomonda Gentra'miz bor, Nexia 3'imiz bor. Bunimizda oylik to'lovi 2,5 milliondan 4 yilga chiqadi. Boshlang'ichimi? Ha. Bitta aksiya qo'ying, pasportini qilib olib ketsin. Bo'ldi ana. Bitta aksiya qo'ying. Kelatlar nomerga, texpasportga, zapretga, notariusga pul to'laysiz. O'zlari to'lasin, bizga 1 so'm bermasin. Ana. O'y gap yo'q. Xo'p, Gentra'miz mana. Boshlanishga qancha qilib beraylik buni? 1,5 ming dollar, 3 million 800 mingdan 4 yilga 2023-yil. Xo'p, bu tomonda Kia'miz mana 1,5 ming dollar bosh to'lov olib kelinglar. Hamma xarajatni ichida qilib beramiz. 4 yilga 9 million 100 atrofidan chiqadi. Xo'p, bu Nexia 3'imizda ham oylik to'lovlari 2,5 million 2 million 600 mingdan, Spark'imizda to'lovi shunaqa 2 million 400 2 million 500 mingdan chiqadi. Boshlanishiga 1000 1100 yoki 800 dollar pul olib kelsanglar, hammasini o'zimiz qilib beramiz. Xo'p, damatlarimiz pochka turibdi. U tomonda ham damatlar bor, bu tomonda damatlar bor. Bu tomonda damatlar bor. Lugujeva narx oshirib ko'rdilar va bu avtomat korobka Spark'imiz bo'ladi, metangatlari qo'yilgan. Buni 1100 olib kelinglar. Hamma xarajati ichida 4 yilga 2,5 milliondan chiqayotgan qilaman. Bu damatlarimiz bunimiz ham avtomat bo'ladi. 1200 dollar pul olib kelinglar, hamma xarajati ichida qilib beraman. Xo'p, videoga like bosinglar, yaqinlarga yuborib qo'yinglar. Undan tashqari Nargisdan akamizda ham mashinalar bor. Naqd pulga bizga mana boya aytganda trading xizmati mavjud dedim-ku. 990 dollarga mana berib yuboramiz. Tiko, trapallari qo'yilgan, Qashqadaryodan yurib kelgan. Holati tetik, holatlar gendavernis qilib beramiz, holatlar oddiy davernis qilib beramiz, holatlar afaryon qilib olinglar. 990 dollar. Mana shu holatlar ideal. Bunimiz super talon deyiladi, avtomat korobka, metangatlari bor, hamma yo'q elektronika, luklari bor. Buni narxi 1490 dollar. Videoga like bosinglar, 95lik 702 19 49 33lik 216 41 41 admin raqami bilan hammanglar kutamiz. Ertalab 10 dan kechki payt 18:00 gacha ofisimiz ochiq. Manzil Toshkent shahar Index.